Ayni vaqtda Amerika Qo'shma Shtatlari Washington DC vaqti bilan tushdan keyin 2026-yilning 7-aprel kuni to'rdan oshdi va 4 soatdan keyin AQSh prezidenti Eronga qo'ygan shartlari bajarilmaydigan bo'lsa, Eron tomoniga juda katta zarbalar berilishi haqida ogohlantirgandi. Aynan bugun bir necha soat oldin AQSh prezidenti o'zining ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarida yana bir juda katta bahslarga sabab bo'layotgan post joyladi. Unda shunday deyiladi: bugun kechqurun butun bir sivilizatsiya o'ladi. Hech qachon qayta tiklanmaydi. Men bunday bo'lishini istamayman, lekin ehtimol shunday bo'ladi. Ammo hozir bizda to'liq rejim, hukumat o'zgarishi mavjud bo'lib, unda turli xil aqlli va kamroq radikallashgan qatlam ham hukmronlik qilmoqda. Ehtimol inqilobiy darajada kutilmagan narsa yuz berishi ham mumkin. Yana kim biladi? Bugun kechqurun biz buni bilib olamiz. Bu dunyoning uzoq va murakkab tarixidagi eng muhim lahzalardan biridir. 47 yillik tovlamachilik, korrupsiya va o'lim nihoyat tugaydi. Xudo Eronning buyuk xalqiga baraka bersin deb o'z so'zlarini tugatgan. Ayni shu kabi Amerika Qo'shma Shtatlari prezidenti tomonidan genotsidga va urush jinoyatlariga chaqiriqlar fonida AQShdagi faollar va qonun chiqaruvchilarning ba'zi bir vakillari Amerika Qo'shma Shtatlarining konstitutsiyasi 25-o'zgartirishga murojaat qilishga chaqiriq bilan chiqishmoqda. AQSh konstitutsiyasining 25-o'zgartirishi 1967-yilda qabul qilingan bo'lib, prezident o'z vazifalarini bajara olmay qolgan holatlarda nima bo'lishini aniq belgilab beradi. Unga ko'ra, agar prezident vafot etsa, iste'foga chiqsa yoki lavozimidan chetlatilsa, vitse-prezident darhol prezident bo'ladi. Masalan, Lyndon Johnson John F. Kennedy o'ldirilganidan keyin prezidentlikni qabul qilgan. Shuningdek, prezident vaqtincha o'z vakolatlarini topshirishi mumkin. Misol uchun, tibbiy muolaja paytida buni kichkina George Bush ham amalga oshirgan. Eng muhim jihat shundaki, vitse-prezident va vazirlar mahkamasining ko'pchiligi prezidentni lavozimga layoqatsiz deb e'lon qilishi mumkin. Bunda vitse-prezident vaqtincha prezident vazifasini bajaradi. Biroq prezident bunga qarshi chiqsa, masala kongressga o'tadi va uni lavozimdan chetlatish uchun 3 dan 2 qismiga ega bo'lgan ovoz talab qilinadi. Umuman olganda, bu o'zgartirish davlat boshqaruvida uzluksizlikni ta'minlaydi va favqulodda holatlar uchun huquqiy mexanizm yaratish aytiladi. Ana shu Amerika Qo'shma Shtatlari prezidenti tomonidan Erondagi fuqarolik obyektlariga qilinishi mumkin bo'lgan hujumlar va tahdidlar fonida Erondagi juda ko'plab faollar ayni shu inshootlarni o'z tanalari bilan himoya qilish uchun ular atrofida jonli halqa hosil qilayotganlari ko'rinadi. Prezident Tramp Eron tomoniga tahdid asosida va'da qilgan soatlar yaqinlashib kelmoqda. Biz esa kuzatishda davom etamiz.